23 sentyabr meni hayotima oltin harflar bilan bitilgan kun. Bilsangizlar so'raydilar, eng baxtli kuningiz qachon hayotingizda bo'lganmishining kun? Meni hayotimdagi eng baxtli kunim farzandimni dunyoga kelgan kunim. Adam yaralishi bir mo'jiza. Farzandim men uchun bir katta mo'jiza. Allohimning menga bergan eng buyuk ne'mati. İlk muradim jannatdan parcham, jannat islim, yurakim, pahlavonim, mehribonim, suyanganim, o'zimni aqlli balam. Seni dim yaxshi ko'raman. Seni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Sen gelding, hayotima nur geldi, safo geldi. Gözlerime nur geldi, kalbime huzur geldi, aileme bereke geldi. Seni dim yaxshi ko'raman. Hozir yashasam tushunmaydi, lekin bilaman, ulli bo'lganida, katta bo'lganida videosini ko'radi. Apama rahmat va meni shu balamni ulg'ayishida, shuning chiroyli o'sishida, toza, sof, beg'ubor, qarni to'q, vaqt xush, bir sokin, spokойный bola bo'lishida menga yordam bergan inson meni xolam, Muhayya xolam. Size rahmet, apama rahmet, halalarıma rahmet. Ben bir özüm gelmese de kolumdan doğrusam. Balamni ulg'ayishida yanımda durganlarınız için rahmet.